Aleyküm muhteşem davranı, muhterem mehmonları. Bugün şu Mirishkor degan bir ulug' qiyosiy aytganda quyosh bilan yoshi teng bir qishloqda bir ajoyib bir Mirishkor nomli tumanni san'atkor farzandini butun nafaqat o'zbek xalqini, o'zbek, tojik, turkman, qozoq, qirg'iz xalqlari ham xush ko'rgan san'atkori ustoz Sherali Jo'rayevga muxlisligini bir namoyish qiladigan davrada turgan ekanmiz. Barchalaringizga xush kelibsiz deymiz. Bu davrada ustozni ta'rif bilan aytganda o'tirganlar muhabbatga yaqinlar deb san'atga yaqin odamlar. Garchi o'zi rus tili va adabiyoti fani o'qituvchisi bo'lsa-da, san'atni nihoyatda qadrlagan, sevgan, Mirishkor san'atiga, Mirishkor san'ati tarixiga ulkan hissa qo'shgan Fayzli akam Tursunov. Mana bu yog'imda necha yillar shu o'zini adabiyotga shinavandaligini katta xalq tadbirlarida, rasmiy tadbirlarda, to'y hashamlarda namoyish qilib kelgan nihoyatda xalqimizni qadrli insoni, suxandon, pedagog Baxtiyor akam Shomirzayev. Garchi tarix fani o'qituvchisi bo'lsa-da, adabiyotga, san'atga mehrini qo'ygan, o'zini nuqtadonligi, falsafasi, ajoyib bir ifodali she'r o'qishlari bilan fayz kiritib kelgan
Zokir akam Imomov. Ana yosh ijodkor. Fayzli akamning shogirdlari, rus tili fani o'qituvchisi. Bir necha she'rlari Padar Bora tomonidan ashula qilingan Bekzodjon Yangiboyev. Va kechamizni asosiy qahramoni xalqimizni sofdil, ochiq ko'ngil, samimiy insoni, san'atsevar, xonanda, savdo xodimi, tadbirkor Hasan aka Barotov. Bittagina qarsa qilamiz Hasan akani sha'niga. Bugun mana shu ustoz Sherali Jo'rayevga qanchalik murshid ekanligini, qanday murid ekanligini, qanday muxlis ekanligini mana bugun davrani ko'rib ham ustozlarda fikrlaridan ham bilib olsak bo'ladi. Marhamat Fayzli aka. Rahmat. Rahmat. Bugün bu yerda bir ajoyib tadbir bo'lyapti. Albatta bu tadbirning mazmunini Lardinxon tanishtirib o'tdilar mazmuni bilan. Bitta narsani aytmoqchiman. Hasanjon atayin san'atkor bo'laman deb biron oliy o'quv yurtida o'qimagan. Hasanjon atayin san'atkor bo'laman deb biror ustozni oldiga borib meni san'atga o'rgating demagan. Bu xalq san'atkoriga aylanib boryapti. Mani esimda shundan 15-20 yillar oldin qishlog'imizda bo'ladigan har bitta tadbirda Hasanjon o'zini chiroyli qo'shiqlar bilan chiqish qilardi. Ayniqsa Navro'z bayramlari bo'ladimi, to'y bo'ladimi, boshqa bir tadbir bo'ladimi, Hasanjon qo'lida sozi bilan kirib borib, xalq oldida o'zini san'atini namoyish qilgan. Shunda kuylayotganda biz sezardikki, Hasanjon san'atkorlar ichida eng sevimli san'atkori Sherali Jo'rayev ekanligini o'shanda anglaganmiz. Hasanjon biz uchun serqirra san'atkor. Bu ko'p buyuk ashulalarni, qo'shiqlarni aytadi. Lekin eng asosan u Sherali Jo'rayevga alohida e'tibor beradi. Qo'shiqlariga. Mana ko'p guvoh bo'lyapmiz. Ularning aytgan Baxtiyorjon ham o'zim yana fikrlarni aytadi. Bu odam izlanib charchamaydi. Qayerda qanday tadbir bo'lsa, albatta bosh-qosh bo'lib turadilar. Shu estafeta bu kishini hech qachon tark etmasin. Hasanjon ishlariga omad tilayman. Bundan keyin elimizga, xalqimizga doimo xizmat qilishdan charchamasinlar. Biz Hasanjon bilan faxrlanib yuraylik. Endi mana tarixdan bilamiz, ko'p buyuk insonlar xalq ishidan chiqqan. Mana shundaylardan bittasi Hasanjon. Xalqchil san'atkor. Shu yo'lda hech qachon charchamasin, sog'lik, omonlik tilab qolaman. Rahmat ustoz. Albatta Hasan akani ijodlari Sherali Jo'rayevni ustozning ijodlari bilan chambarchas bo'lib, havasmon bo'lib mana shunaqangi bugungi kunda o'zlarini ham bundan ziyoda mualliflik qo'shiqlari bor. Bunaqangi intiluvchan, serharakat, serqirra ijodkorlar ustoz aytganingizdek qishlog'imizning faxri, ko'rki, albatta yosh san'atkorlar bu kishidan o'rnak olsa arziydigan jihatlari ko'p. Bugungi suhbatimizni shu mavzuda davom ettirar ekanmiz. Hasan akani ko'p davralarda billa yonida bo'lgan ajoyib pedagog, ko'p yillik tajribaga ega suxandon, o'zini bir mavqeiga, o'zini bir yo'nalishiga, qancha shogirdlarga ega bo'lgan, muxlislarga ega bo'lgan Baxtiyor aka Shomurzaevdan ham fikrlarni bilsak. Marhamat ustoz. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli bugungi ajoyib bir tadbirning ishtirokchilari. Bugun mana shu tashkil qilingan tadbirning o'zi menga juda ham bir quvonch bag'ishlayapti. Menga menga bugun eshitgan odamlar ham hamma xalqimizning o'zi xursand bo'lyaptiki, bizni qishlog'imizdan bir yetishib chiqqan oddiy bir ishchi inson, oddiy bir o'zimizni bir fuqaromiz Hasan Barotov
o'zini ijodlarini Sherali Jo'rayevdek bir buyuk san'atkorga bog'laganliklarim, shu insonga ham o'zlarini bir muxlis ekanliklarini, Sherali Jo'rayevni hurmatiga doimo ulug'ligini yanada tasdiqlovchi bir mana shunday kechani tashkil qilganlarki, buning uchun Hasan Barotovga yana bir bora biz minnatdorchilik bildiramiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Hasan Barotovni haqiqatdan Zahiriddin Karamatov aytganlaridek, meni o'zim to'ylarda, tadbirlarda, katta bir mana shunday yig'inlardan bir san'atkor, mirishkor xalqidan, Murabshon mahallasidan yetishib chiqayotganligini ko'rib xursand bo'lganman. Xalqimizni Navro'z bayramlarida, mustaqillik bayramlarida, xalqaro xotin-qizlar kuni bayramlarida, qolaversa Vatan himoyachilari kuni bayramlarida, bolalarni himoya qilish kuni bayramlarida ham ishtirok etib, oddiygina bir qishloqni, bir farzandim, bir zabardast inson Sherali Jo'rayevni izlaridan boraman deb san'atni mahkam ushlagan bir inson Hasan Barotovni ko'rib juda xursand bo'lganmiz, hayratlanganmiz. Sherali Jo'rayev bir buyuk darg'alar. Sherali Jo'rayev haqida so'z ketganda, bu insonni har bitta ashulasini o'zi bitta buyuk asardek. Bir konsertlaridan, Farg'onadan borib konsert qilayotganlarida o'zlari bu fikrlari aytganlar, meni qo'limga oddiygina bir ayol keltirib bir qog'ozni tutqazdim. Shu qog'ozni keyin ko'rsam, mana shu ashula, mana shu she'r sizga bag'ishlangan. Shu she'rni siz ashula qilib ayting dedi. Juda oddiy bir xolisgina ayol ekan, bir mo'tabargina ayol ekan. Shuni keyin she'rini o'qib ko'rsam, bu she'r faqatgina menga emas, butun mehnatkash xalq uchun bag'ishlangan, xalqimiz uchun bag'ishlangan she'r ekan deb aytib, shu she'rni ijrolarini eshitsangiz butun hayratda qolasiz. O'shanadan shu she'rlarda, shu ashulada borki, yerni ona desangiz, bizni doyalarga o'xshating degan ashulada aytdim. Sherali Jo'rayevning ashulalarini bir tilga olaversak, davrani kengroq oling. Bahor o'ynasin. Qarsak chaling janonalar takror o'ynasin degan ashulalar. Mana shularning zamiridan bir katta ma'no bor. Butun xalqimizning ruhiyatini ko'taradilar Sherali Jo'rayev. Xalqning mehrini uyg'otadilar. Bir-biriga zamon bizning zamon, davron biznikin, qo'limizda yer va osmon imkon biznikin. Biz yoshlarimiz ishbiqon hamda talaban, yer yuzida tinchlik albatta qilar g'alaba deganlari butun xalqimizni tinchlikparvarlikka, vatanni sevishga, yurtni sevishga bir chorlaganliklarini ko'riladi. Yoki Erkin Vohidov so'zlari bilan aytgan o'zbegim she'rlarini bir esga olsak, butun o'zbegimni tarixi, milliy urf-odatlari, ma'naviy, ma'rifiy qadriyatlari mana shu yerda bir bayon qilinganki, buni butun dunyoga Sherali Jo'rayev o'zbegim borligini, o'zbek xalqi borligini tarannum qilib yordilar. Mana shularning o'zi hammasi Sherali Jo'rayevning xizmatlari borligi. Mana shunday buyuk insonni qadrlaydigan elimizning orasidan Hasan Barotovdek bir haqiqiy bir muxlislar borligi, haqiqiy bir boylaytik muridlar borligini ko'rib biz xursand bo'ldikki, Hasan Barotovga biz minnatdorchilik bildiramiz. San'atlari bundan ham barkamol bo'lsin. Hasanboy ashulani shunchaki aytmaydilar. Hasanboy ashulani haqiqiy yurakdan chiqarib aytadilar. Hasan Barotov aytgan ashulalarda o'zgacha bir joziba bor. Ko'pchilik menga savol beradi, Hasan Barotov deydi, ashulalarni juda yaxshi aytadilar-ku. Nima uchun endi to'ylarda ko'pincha Hasan Barotovni taklif qilishmay, boshqalarni taklif qiladi degan savollar menga juda ko'p bo'ladi-da. Men aytaman, baribir xalqning qalbidagi inson bu hech qachon chekkashib qolmaydi. Mana siz o'zingizni yo'qlayapsiz-ku Hasan Barotovni deb. Hasan Barotov kirib borgan davralaridan hamma Hasan Barotovdan ashula aytib bersin deb kutadi. Chunki bu insonning haqiqiy bir san'atga bo'lgan bir qiziqishi bor, ajoyib bir ustozning izidan borganlar. O'zbekiston, Tojikiston xalq artisti, Navoiy nomidagi davlat mukofotining laureati bo'lgan ajoyib bir bizni hammamizni sevimli san'atkorimiz Sherali Jo'rayevni izidan borgan insonlar. Hasanboyning ijodlariga biz barkamollik tilaymiz. Hech qachon charchamang, san'at yo'lida hormang, tolmang deymiz. Rahmat. Biz bir mahallar baxtiyor edik, yengil shamoldek beqaror edik. Sen u mahalda ancha yosh eding, qalbimga tinmay o't yoqar eding. Sen u mahalda ancha yosh eding,
Qalbimga tinmay o't yoqar eding. Qalbimga tinmay o't yoqar eding. Rahmat. Albatta ustoz ruhi shod bo'lsin. Ovozingizga, san'atingizga ko'z tegmasin. Endi suhbatimizni davom ettirib, mana shu Hasan akani Sherali Jo'rayevni san'atda, adabiyotda muxlisi bo'lgan ustozimiz mana Zokir akadan ham bitta yaxshi fikrlarni eshitamiz. Marhamat Zokir aka. Rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, mana bugun Hasan Barotov haqida bir fikr ketganda juda yaxshi fikrlar aytildi. Meni bir narsa qiziqtirdiki, bugun bu kishi o'zlarining ustozlari Saidvoy O'runibni eslab o'tdilar. Mana bugun Saidvoy O'runibni ham ruhlari shod bo'lib, Sherali Jo'rayevni ham ruhlari shod bo'lib, Hasan akani qo'llab-quvvatlab turibdi desam mubolag'a bo'lmaydi. Hasan aka, bizlar yoshlik chog'imizdan beri sizni bilamiz. Mana shu qo'lingizga torni olib, butun xalqni xursand qilish uchun harakatda edingiz. Bu harakatlarni ro'yosi mana yangi O'zbekiston nima deydi? Yangi O'zbekiston rivojlanish jarayoni to'g'ri keldi. Mana shu jarayon bilan sizni chin qalbimdan tabriklayman. Bu sizni qilayotgan har bir harakatingiz, aytayotgan ashulangiz bizni mana shu Barkamol avlod bolalar maktabidagi yosh ijodkorlarga namuna bo'ladi, ilhom bo'ladi. Siz masalan mana Sherali Jo'rayevni 200 dan ortiq ashulasini yod olishga harakat qilib turibsiz. Mana shu ashulalarni deyarli yodlagansiz. Mana shu Sherali Jo'rayevni faoliyatini cho'qqilay ko'tarishga, u kishi garchi oramizda bo'lmasa-da, siz u kishini nima deydi, shogirdi sifatida o'zingizning ijodingiz bilan butun Mirishkorni, butun respublikani mana shu jarayonda e'tiboriga tushib turibsiz. Mana shu jihatdan sizga men uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Sizga oilaviy barkamollik tilayman. Mana bugungi ustozlarning har bir aytgan fikri shu qadar bir ma'qulki, sizni hech kim nima deydi, Sherali Jo'rayev shogirdi emasdan deya olmaydi. Eng qizig'i yana bitta jihatki, mana ko'rgazmalar bilan birgalikda mana bu davra suhbati jarayon davom etmoqda. Mana shu ko'rgazmalarni o'zini yig'ish bir juda mashaqqat. Mana bizda faoliyat ko'rsatadi. Amonxon Burxonov yillar mobaynida 20-30 yil mobaynida bitta katta muzey tashkil qilganlar. Siz ham mana shu uy muzeyingizga mana shuncha Sherali Jo'rayevni kasetalarini yoki rasmlarini yoki kitoblarini yiqqansiz. Mana shu ishda davom eting. Sizga Xudoyim taolo ulkan muvaffaqiyatlarni ato etsin. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Rahmat Zokir aka. Salomat bo'ling. Haqiqatan ham mana shu yerdagi ko'rgazmada turgan har bitta suratni, har bitta ashyoni o'ziga xos tarixi bor. Endi Hasan aka kamtarlik qilib aytmasligi mumkin. Men bir voqeani aytib beray. Muxlislik qay darajada ekanligini shundan ham bilsa bo'ladi. Fayz aka, Baxtir aka, Zokir aka, Bekzodjon. Mana Hasan aka bir kuni mana shu Sherali Jo'rayevga muxlislik bu kishini oilasiga go'daklarigacha singib ketganini bir voqea orqali aytib beraman sizga. Hasan aka bir kuni ishga chiqib ketayotgan bo'ladi. Uyidan bir 300-400 metr nariga borgandan keyin bir qizi oyoq yalang yugurib, "Dada, qayting! Sherali Jo'rayev televizorga chiqdilar" deganda bu kishi halvasdan qaytib kelib, shularni eshitib, o'sha ko'rsatuvdan keyin yana ishga chiqib ketgan. Mana shunaqangi muxlislik bu kishini oilasiga ham o'tib ketgan. Hasan aka, marhamat, endi farzandingizdan so'z eshitishdan oldin endi ota ulug' siz mana shu suratlar haqida bizga mana adabiyotlaringiz haqida, arxiv haqida mana shu o'zingizning fikrlaringizni, qanday muxlis bo'lgansiz, o'zi ko'rgansizmi u odamni, bir yaqindan suhbatdosh bo'lgansizmi? Mana shular biz uchun juda qiziq. Marhamat Hasan aka. Assalomu alaykum. Men O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti, Alisher Navoiy mukofotining laureati, buyuk san'atkor Sherali Jo'rayevning qo'shiqlarini uzoq vaqtdan buyon eshitib tinglab kelyapman. Sherali Jo'rayevning qo'shiqlariga muxlis bo'lganligimdan, g'oyibona shogird ekanligimdan faxrlanaman, baxtiyorman.
bir qancha qo'shiqlarini ijro etganman. Ulardan onaginam, yashashdan maqsading ne uchun edi? Zebo bunchalar zebo, biz bir mahallar baxtiyor edik. Maxtum quli so'zi bilan aytiladigan sindirar, izlamasdan bo'lurmi? Tojik xalq qo'shiqlaridan xosiyatli dukokilar, mayda, qadinavrasdagi, kajaki, Ozarbayjon xalq qo'shiqlaridan Sakina deb nomlangan qo'shiqlarini bu majlisda Alloh, Andijon tomonlarda ajdarga o'xshatdim deb nomlangan qo'shiqlarini tadbirlarda, Navro'z bayramlarida ijro etib, odamlarni xursand qilganman. Sherali Jo'rayev 1989-yili Qamashiq qishlog'iga taqdir taqozosi bilan to'yga keldilar. Yoz payti edi. Baxtiyor akam bilan mototsikl bilan bordik. Bizni qishlog'imizdan 12 kilometr uzoqlikda edi. Sherali Jo'rayev davraning o'rtasiga borib, to'rt tomonga navbat bilan ta'zim qildilar. Men hali bu darajada hurmat, ehtirom ko'rsatgan san'atkorni hali uchratmaganman, ko'rmaganman. Xuddi kechakidek yodimda. 2019-yili Toshkent viloyatidagi Turon sanatoriyasiga dam olish uchun borgan edim. Yon atrofimdagi insonlardan Sherali Jo'rayevning yashash manzillarini so'radim. Turon sanatoriyasining Kunchiqar tomonida 700 metr uzoqlikda yangi qurgan uy-joylari bor ekan, bir necha marta borib keldim, lekin uchrash taqdir qilmadi. Shunday bo'lsa ham men afsuslanmadim. Sherali Jo'rayevning qurgan imoratlarini ko'rib, nihoyatda buyuk inson ekanligiga yana bir bor ishonch hosil qilib qaytdim. Turon sanatoriyasida mana sahnaga chiqish klubda menga 2 marta taqdir qildi. O'sha yerdagi dam oluvchilar men qo'shiqlarimni juda ham yaxshi qabul qilishdi. Ular uchun yangilik edi. Yana bitta narsani aytib o'tay, mana bu yerda men mana shuni ham olib borganman o'zim bilan 220 ta ashularning sarlavhasi yozilgan. 220 dona ashula. Sherali Jo'rayev qo'shiqlari hammasi men mana shularni olib borgan edim, fotosuratlarni ham olib borgan edim. Uchrash taqdir qilmadi. Sherali Jo'rayevning shunday bir so'zlari bor. Mening 1700 dan ortiq shogirdim bor. Shogirdlarim mening qo'shiqlarimni ijro etib, xalq orasida ulug' bo'lib yurishini xohlayman deganlar. Shunday ekan, meni qay darajada muxlisligimni, qay darajada g'oyibona shogird ekanligimni siz azizlarning e'tiborlaringizga havola qilaman. Endi portretlarga keladigan bo'lsak, bularning ham o'ziga xos tarixi bor. Mana bu birinchi kalendarga tushirilgan fotosuratni mana 2002-yili men savdo ishlari bilan shug'ullanib yurganimda Abu Sayx bozoriga borganman. Shunda kalendar sotuvchi yigitning oldiga borib qoldim. Qarab ko'rchi, necha dona kalendaring bor dedim. 24 dona qolganligini aytdi. Hammasini sotib olganman. Qishloqqa kelganimdan keyin san'atsevar do'st birodarlarimga, yaqin insonlarimga sovg'a qilganman. 4-5 donasi bor, hozir ham asrab avaylab yuribman, ko'z qarachig'iday. Yashang. Mana ikkinchi portretga keladigan bo'lsak, 1982-yil Qarshi shahridan olganman. Kichikroq edi, daftarda yarmicha keladigan fotosurat edi. Men kattalashtirib olganman fotografiyadan. O'sha 43 yil, 44 yil bo'lyapti olganimga. Bu ham men uchun juda ham qadrli. Bunda bu ko'rinishda yuqori darajada madaniyat va ma'naviyat bor. Ustozimizning yuzlarida nur bor. Men uchun juda ham qadrli noyob portret bu ham. Mana 3-portretga keladigan bo'lsak, qishlog'imizda Muzaffar ismli bir televizion radio tuzatadigan usta bor, usta yigit bor. Shuni ustaxonasiga borib kelib turar edim. Bu Saodat jurnalidan qirqib olib devorga osirliq turgan ekan. Men iltimos qilib so'rab oldim. So'rab olib buni fotografiyadan kattalashtirib olganman. Men uchun juda ham noyob, qadrli bu fotosurat ham. Endi kasetalarga keladigan bo'lsak, bular Qarshi shahridan,
Samarqanddan, Toshkentdan olganman bularni. Necha yil davomida aytgansiz endi Hasan aka shularni siz? Bularni endi men o'zim 77-yildan buyon eshitaman. Sherali Jur'atni 77-yildan buyon muxlisman. Bu shaharga chiqqanimda men yarim soatlab to'xtalib qolar edim. Ovoz yozish studiyasini oldiga borib, yarim soat to'xtalib qolib, birdaniga 4-5 ta sotib olardim. Shaharga borganimda, bu ham yetmaganda lentishni magnitofonlardan ham ko'chirib olganman bir nechtasini. Ozarbayjoncha qo'shiqlari bor edi. Esimda qolgani Ozarbayjon so'zlarida ham juda ham bir chiroyli so'zlar bor. So'z aytadilarki, "Gal man yana avvalgi Sulaymonman" degan so'zlari bor. Juda mazmunli, juda ichida mazmun bor bu so'zlarning ichida. Mahobatni aytilgan gap. Az yanlış ham o'sha yerda qayda bo'lganda. Kalkadiya bo'lib aytadi. Keyin mana disketlar chiqdi. Endi juda ham ko'p. Taxminan nechta mana shunaqangi disketlarimiz bor endi bir soni bilan qiziq ko'rgansizmi? Kasetalar. Mikrokastalarim 35 ta bor. Mikrokastlardan 35 ta hammasi Sherali Jur'atniki. 35 ta. Ha. Bulardan ham mana ko'rib turibsiz, o'zingiz guvohsiz mana. Hali bir qancha sig'ishmay qoldi, qo'ya olmadik bu yerga. Hasanjon katta rahmat. Mana butun kolleksiyani bir qismini ko'rdik. Ayniqsa shunday buyuk san'atkorni suratlarini, qo'shiqlarini, kitoblarni, foydalangan kitoblarni hammaga tavsiya qilamiz. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Vodiylarni yayov kezganda bir ajib his bor edi menda. Vodiylarni yayov kezganda bir ajib his bor edi menda. Chappar urib gullagan bog'im, o'par edim vatan tuprog'im. Chappar urib gullagan bog'im, o'par edim vatan tuprog'im. Mirishkor qishlog'imiz haqida ashula yaratganman. Bundan ham bir shingil e'tiborlaringizga havola qilaman. Osmonida porlar yulduzi oy, qirlarida o'ynanar qo'y-qo'zi toy. Osmonida porlar yulduzi oy, qirlarida o'ynanar qo'y-qo'zi toy. Bilsangiz eng asl odamlar joyi, Mirishkordanman. Bilsangiz eng asl odamlar joyi, Mirishkordanman. Bahor qizining 18 yoshi, uning ajib nozu adolari bor. May bahor qizining 18 yoshi, uning ajib nozu adolari bor. Boshida gulchambar porloq quyoshi, shamanda bulbuli shaydolari bor. Boshida gulchambar porloq quyoshi, shamanda bulbuli shaydolari bor.
Baxmal ko'ylagida guldan tugmalar, shalolalar aytgan navolari bor. Baxmal ko'ylagida guldan tugmalar, shalolalar aytgan navolari bor. Zulfi sunbulni yuvgan chashmalar, o'pib taroqlagan sabolari bor. Zulfi sunbulni yuvgan chashmalar, o'pib taroqlagan sabolari bor. Men ham bog'lar aro sayritib budam, lolalar bazmiga qo'shilgim kelar. Men ham bog'lar aro sayritib budam, lolalar bazmiga qo'shilgim kelar. May bahor haqida she'r yozib men ham xushxon bulbullarga jo'r bo'lgim kelar. May bahor haqida she'r yozib men ham xushxon bulbullarga jo'r bo'lgim kelar. May bahor haqida she'r yozib men ham xushxon bulbullarga jo'r bo'lgim kelar. Xushxon bulbullarga jo'r bo'lgim kelar. Xushxon bulbullarga jo'r bo'lgim kelar. Yaxshini ko'rsam man, duosini olsam man. Bir yaxshini ko'rsam man, duosini olsam man. Shirin suhbat qurib man, daryo bo'lib toshsam man. Shirin suhbat qurib man, daryo bo'lib toshsam man. Atrof to'la yomonlar, turli shubha gumonlar. Atrof to'la yomonlar, turli shubha gumonlar. Duo qiling bor bo'lsin yaxshisi ko'p zamonlar. Duo qiling bor bo'lsin yaxshisi ko'p zamonlar. Baxtini ko'ra olmaslar, g'iybatlardan qolmaslar. Baxtini ko'ra olmaslar, g'iybatlardan qolmaslar. Afsus adovatlarin oshkora aytolmaslar.
afsus adovatlarin oshkora aytolmaslar. Yaratgan qodir eganim, bandasin qo'llar har dam. Yaratgan qodir eganim, bandasin qo'llar har dam. Shayton yo'liga kirmang, borini ko'ring bahama. Bir yaxshini ko'rsam man, duosini olsam man. Bir yaxshini ko'rsam man, duosini olsam man. Shirin suhbat quribman, daryo bo'lib toshsam 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 man. Osmonida porlar yulduzi oyi, qirlarida o'ynar uyqusi toyi. Osmonida porlar yulduzi oyi, qirlarida o'ynar uyqusi toyi. Orasida nihoyatda bir mashhur gap bor. Tarixsiz kelajak bo'lmaydi degan. Albatta mana shunaqangi tarixiy shaxslarda, endi tarixiy shaxsda u kishi tarixiy shaxslarda, tarixiy mana shunday ashullarda, adabiyotlarda siz kelajakka asrab qolayotganingiz uchun ham, yetkazishga mana shunday hissa qo'shayotganingiz uchun ham katta rahmat aytaman sizga. Nasib bo'lsa kelajakda yosh ijrochilar, yosh iste'dodlar mana shu Hasan akaday murid bo'lishga, san'atga, adabiyotga oshno bo'lishga, bugungi kunda kitobga oshno bo'lishga prezidentimiz jalb qilyaptilar. Mana shunaqangi adabiyotga, san'atga oshno bo'lgan odamlarni ko'payishiga hissa qo'shishingizga albatta ishonaman. Bu sizni mana bugungi tadbiringizdan ham ko'p odam nihoyatda ma'naviy ko'p oziq oladi. Rahmat sizga. Vatanimiz orasida mana shunday bir maqol bor. Yaxshi ustoz ziyo sochar, yomonidan shogird qochar deb. Sherali Jo'rayev haqiqiy yaxshi ustozlar, ziyo sochuvchi ustozlar, el qadrini, vatan qadrini, butun ma'naviy ma'rifat qadriyatlarini hammasini, milliy qadriyatlarni qalblarida joy qilib, xalq bilan hamnafas bo'lgan ajoyib bir buyuk san'atkorlar. Muzeycha desak bu noto'g'ri, bittasini o'zi ham katta muzey hisoblanadi. Mana shu muzeyni tashkil qilgansiz, mana shu san'at shiravandalari Sherali Jo'rayevning haqiqiy muxlislari kelib o'rganib, sizdan xursand bo'lyaptiki, bu ishni doimo davom ettiravering. Mirishkor ham quyoshlarga tenglashtiriladi. Mana hurmatli Zahriddin Xonishon bobomiz Karomatov haqiqiy quyosh bilan hamnafas bo'lgan, quyoshga yoshi teng bo'lgan bir makondir Mirishkor. Qardoshlikning saroyim, o'sib borar chiroyim, mardlar tug'ilgan joyim, Mirishkordir Mirishkor. Cho'llaridan koni bor, ham katta xirmoni bor, katta shoni bor, Mirishkordir Mirishkor. Pamuq polvonlar ilm, egilmasi qaddi beli, mashhurdir Sechan ko'lim, Mirishkordir Mirishkor. Do'stlik do'stlarga makon, Baluch hamda Ayzabod, oltin boshoq zo'r dehqon, Mirishkordir Mirishkor. Jilov azaldan obod,
qolishmaydi Ayzabod. Salomat bo'lasizlar. Mana bu Sherali Jo'rayev haqida yana so'z ketganidan Sherali Jo'rayevning bir she'rlarini men mash'ulalarini Abdulla Orif so'zi bilan aytilgan ashuralarini bir she'r qilib o'qiganimda Hasanboy jon holimga qo'ymay shuni yozdirib olgan edilar-da. Abdulla Orifda men borman degan bir she'rlarini juda bir chiroyli ijro etganlar. Shuni zo'rdan yozib oldilar menga. Hamma vaqtingizni shunga ajratasiz. Hozir mana shuni olishim kerak edi. Bu she'r bu ishq sirin kitob etding, kitobing ichiram men borman. O'qirman deb xitob etding, xitobing ichiram men borman. Yarashgaydir ajib, senga ajib nozu tamannolar. Keturman deb shitob etding, shitobing ichiram men borman. Yuzing chashmi ila oqqan labolab chashim selobin ichurman deb sharob etding, sharobing ichiram men borman. Muhabbat gulshani ichiram olib Abdullaning qalbin chalurman deb rubob etding, rubobing ichiram men borman deb aytgan shulari Abdulla Orif qalamlariga mansub. Ko'p shunday holatlar bo'lgan bizning hayotimizdan. Bu inson, buyuk inson qadrlaymiz, hammamizni ustozimiz, hammamizni mana shu san'at yo'lida bir yo'lboshchimiz deb bilamiz. Hasanboyga biz minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Bu Sherali Jo'rayev haqida ketganda, shu Sherali Jo'rayevni shogirdlari mana 700 dan ortiq dedingizmi Hasan aka? 1700 dan oshiq dedingiz. Shuni bitta shogird sifatida, masalan shu Hasan Barotovni Mirishkor qishlog'idan ekanligidan men faxrlanaman-da. Rahmat. Mana shu Hasan akaning shogirdlari ko'p bo'lsin. Bu kishi mana shu jarayonda hech qachon charchamasinlar va butun mana shu ijodni ko'rayotgan respublika xalqiga aytmoqchimanki, bog'larda gullar termoq istasang, Abdulla yurtini ko'rmoq istasang, Temirlang beshigin ochmoq istasang, do'stim bir kelib ket Qashqadaryoga deganday, kelinki shu hamma bir Mirishkorga kelib, Hasan Barotovning ijodlaridan bahramand bo'lib, arxivlarini bir butun dunyoga taratishga o'z hissasini qo'ysin. E'tiborlar uchun rahmat. Rahmat. Ustoz, hammalaringizga rahmat. Xalqimizda boshi to'ydan chiqmasin. Yaxshi kunlar, bayramlar ko'p bo'lsin, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Hasan aka kabi ijodkorlarda faoliyati gullab yashnasin. Mirishkorimiz, Qashqadaryomiz, O'zbekistonimiz san'ati, adabiyoti qo'yinki hamma bir sohada o'zini iste'dodlari bilan dunyoga mashhur bo'lib boraversin. Rahmat olaringizga. Mendan azizim, sen o'tgan ko'changdan o'tmasman aslo. Mening bu dunyoda o'z aytar so'zim va o'zim sig'inar mozorlarim bor. Dunyoning qizg'anmam mendan azizim, sen yurgan yo'llaridan yurmasman aslo. Mening bu dunyoda o'z aytar so'zim va o'zim sig'inar mozorlarim bor. Dunyoning qizg'anmam mendan azizim. Ajdodlar dilidan muborak oyat. Har bitta toshida ming bir rivoyat. Tarixni o'zidagi ko'hnadir g'oyat. Sen shundoq betimsol so'lim ma'nosan, ulg'aygan beshigim Qashqadaryosan. Qancha dardlarning yashirgan tuproq. Nachora yer qattiq, osmondir yiroq. Chiroqchi cho'lidan chiqilgan chiroq. Men ilk bor ko'z ochgan yorug' dunyosan. Eng qadim ochunsan Qashqadaryosan.